Demak, ana endi biza kalkulusga kirib kelsak bo'ladi. Kalkulusni boshlanishi doimgidek limit bilan boshlanadi. Biza limitni to'liq va nima deydi, bazaviy hisobda eng zo'r tushunib oladigan bo'lsak, keyinchalik qolganlarida tushunish unchalik qiyin bo'lmaydi. Sababi qolgan hamma narsa limitga bog'liq. Xuddi kvadrat tenglamani ishlay olmaydigan bola, nima deydi, boshqa yuqori tartibdagilarni yoki oddiy tenglamalarni ham ishlolmasligini misol qilib keltirsak bo'ladi. Xo'p, demak limit haqida gaplashishimiz kerak. Limitni to'liq tushunib olish uchun uni ikki xil holatda tushuntirsak bo'ladi. Hozirgi tushuntiradigan usulimiz birinchi grafik holatida tasavvur qilib olishimiz kerak. Xo'p, demak grafiklar bilan tushuntirishga harakat qilaman. Nimaligi tasavvurga ega bo'lgandan keyin uni bir analitik yoki tenglama ko'rinishida ko'ramiz. Xo'p, demak birinchi navbatda limitni nima degan savolga grafik ko'rinishda javob beramiz. Xo'p. What's the limit? The limit is a y volume. A function approaches from both left and the right side of the given x volume. Ya'ni bizga berilgan x qiymatni nima deydi, ham o'ngdan ham chapdan intilganda o'sha x qiymatga ham o'ngdan mana x qiymat, biror bir x qiymat ham o'ngdan ham chapdan intilganimizda mana shu x ning nimasi y qiymati. Y qiymati. Ya'ni biza o'zi bilsalaringiz, kalkulus odat umumiy olib qarasak funksiyalar bilan shug'ullanadi. Demak bizda funksiyani nimaligini bilamiz, x dagi qiymatni y chiqarib beradi. Xo'p, demak yana ham bir takrorlayman. Berilgan x nuqtaga ham o'ngdan ham chapdan intilgandagi y qiymat. Endi shuni grafiklarda mana bunday eng sodda grafikda tasavvur qilaylik. Bizga mana bu chizma berilgan parabola. Xo'p, bizda bilamizki f3 ning qiymati -3 ning qiymati mana bu nuqta, ya'ni 4 ga teng. 4 ga tengligini bildik. Lekin bizda mana bu narsa bor. X'imiz aynan -3 ga emas, -3 ga intilsin degani. Bu yerda approach degani intilish-ku, aynan o'ziga emas, lekin intilsin degan. Va e'tibor bersak, ta'rifda nima dedik? Mana shu -3 dagi qiymatga ham o'ngdan ham chapdan intilish kerak. Mana bunaqasiga ham va bunaqasiga ham intilyapti va qaysi songa intilyapti? Aynan o'sha soni bizga limit bo'ladi. Xo'p. Qaysi songa intilyapti bunda? 4 ga, yana 4 ga. Demak, biza biladigan oddiy sodda grafikda, ya'ni uzluksiz grafiklarda limitlar oddiygina o'sha funksiyani o'zining qiymatiga teng bo'lib qolar ekan. Xo'p, endi ikkinchi chizmaga e'tibor beradigan bo'lsak, ikkinchi chizmada mana bu nuqtasida teshigi bor. Ya'ni shu nuqtadagi qiymat yo'q. -3 dagi qiymat 4 ga teng emas. Demak, bu -3 dagi qiymat bizda mavjud emas. Bo'sh to'plam, mavjud emas deb qo'yamiz. Xo'p, lekin minus cheksiz mavjud emas dedik. Endi buni xuddi shu nuqtadagi limitiga qarasak, limiti nima bo'lyapti? Mana shu nuqtada intilganda aynan shunga teng bo'lish shart emas, lekin shu nuqtaga intilganda nechiga teng bo'lyapti? Mana bu nima edi bu? Chapmi? Bu chap va o'ngdan intilganda ham bir xil songa intilyaptimi? O'sha sonnichi 4 ga teng. Demak, sonni o'sha nuqtada qiymati bo'lish shart emas. U o'ng va chapdan intilayotganda bitta son bo'lsa bo'ldi. O'sha son bizga limitni qiymati. Ya'ni bizda limitimiz y o'qidagi sonlar, tushunayotgan bo'lsangiz. Xo'p, endi keyingisi yana o'sha bu safar teshigi bor va lekin teshikdagi qiymat umuman yo'q emas. Mana bu pastga tushib qolgan 1 dagi qiymat. Demak, -3 dagi qiymatimiz bizda 1 ga teng. Xuddi shunday limit -3 ga intilgandachi, -3 ga yana shu chapdan intilsak mana bu kelyapti. O'ngdan intilsak ham baribir shunga kelyapti. Lekin u pastga tushib ketadigan yo'q. Mana bu nuqta, mana bu 1 dagi qiymat ola olmayman limitga. Men uni o'zidagi qiymat olganman. Limitga yana nimani olaveraman? 4 ni olaveraman. Xo'p, keyingisi. Xo'p. Nima deyaptik? Xo'p.
minus 3 dagi qiymati 1 ga tengligini bildik, chunki alohida nuqta berilgan. Limitini ko'radigan bo'lsak, o'sha minus 3 ga chapdan ham, o'ngdan ham intilganda baribir bitta songa intilyapti, to'g'rimi? O'sha son qaysi? 4 ga teng. Bo'ldi, demak limiti 4 ekan. Xo'p, endi endi e'tibor beraylik. Bu grafikka qaraymiz. Bu grafikda boshqacha grafik ekan, uzilgan grafik ekan. Bunda ham xo'p, demak minus 3 dagi qiymat. Minus 3 dagi qiymat bilinib turibdiki 1 ga teng. Lekin mana bu yerda minus 3 dagi limitini qiymatini qarasak, minus 3 dagi qiymat mana bu minus 3 bu mana shu nuqta. Bu agar chapdan keladigan bo'lsa, mana bu 4 ga intilyapti. 4 ga intilyapti. O'ngdan keladigan bo'lsam, qaysiga intilyapti? 1 ga intilyapti. Bu bir xil son emas. Demak, bu nima? Agar bir xil son bo'lganida, mana bu avvalgi chizmalarga o'xshab bir xil son bo'lganida, limiti o'sha son bo'lardi. Lekin bu ikki xil son bo'lib qolyapti. Demak, aynan mana shu minus 3 nuqtada bu funksiyani grafigi dni, ya'ni dni, ya'ni doesn't exist, mavjud emas, bo'sh to'plam deb olsak bo'ladi. Xo'p. Va oxirgi chizmamizga e'tibor beramiz. Oxirgi chizmada e'tibor beradigan bo'lsak, minus 3 dagi qiymat. Minus 3 dagi qiymat bizda nechiga teng? 1 ga emas, 2 ga teng. Alohida ko'rsatib qo'yibdi. Endi esa minus 3 dagi limitini qiymatini qaraymiz. Minus 3 da chap tomondan kelsa bu 4 ga intilyapti. O'ng tomondan kelsa yana 1 ga intilyapti. Bu bir xil son emas. Demak, buni yana limiti nima? Does not exist. Xo'p, shu yerda limit bilan funksiyani o'zini qiymati orasidagi farqni tushunib oldingizlar degan umiddaman. Aniqroq tasavvur qilib oldingizlar degan umiddaman. Endi keyingisi limitni qisqacha oddiyroq ta'rifi ham bor, mana bu belgilanishi. Aniqroq mana bu belgilanishi. Bu nima degani? X'imiz biror bir c songa intilganda, fx'imiz biror bir r haqiqiy songa intilsa, bu r soni fx ning x ga intilgandagi limiti deyiladi va shu ko'rinishda belgilanadi. Mana shu so'zni tarjimasi. Xo'p, keyingisi ana endi biz boya aytganimizdek, o'ng tomondan bordik, chap tomondan bordik, o'sha nimaligini ko'ramiz. O'ng limit, chap limit nimaligini. One side limit, ya'ni bir tomonli limit. Bir tomonli limit shunday y qiymatki, bunda ham faqat y qiymat haqida gaplashamiz, sezgan bo'lsalaringiz. Funksiyani x qiymatiga yoki chapdan yoki o'ngdan intilgandagi y qiymati. Xo'p, demak, bu yuqoridagi chizmasini ham tasavvur qilib oldik. Buni endi chizmasini misol bilan ko'rsak bo'ladi. Masalan, mana bu chizma berilgan. Bizda aytyapti the limit of f as x approaches 3. 3 ga intilyapti. Faqat qayerdanligi aytilmabdi. Mana from the left side s means for. Chap tomondan intilganda mana shu 3 degan nuqtaga qayerdan intilyapti? Chap tomondan intilib, kelsa qaysiga nechiga teng bo'lyapti degan qiymati, y ning qiymati minus 1 ga. Bo'ldi. Bu demak nima ekan? To'g'ri. Bizda to'g'ri nuqta so'rab, shunchaki so'rab degan. Demak, bizdan ko'rinadiki, mana shu mana bu so'zni yozuvi mana bu ko'rinishda. Limit fx x intilganda 3 dan yuqorida minus chizib qo'yamiz. Bu nimani anglatadi? Chapdan intilayotganini anglatadi. Va bu minus 1 ga teng ekan. Ana endi xuddi shunday o'ngdan intiltiraylikchi. Mana shu 3 nuqtaga x'imizni 3 nuqtaga o'ngdan intiltiramiz. Mana o'ngdan kelaveraman, 3 ga kelyapman, 3 nuqtaga kelyapman. Y ning qiymati qayerga boryapti? 2 ga boryapti. Mana 2 ga bordi. Demak, 3 plus limit fx x intilganda 3 plus, ya'ni o'ng limitimiz 2 ga teng ekan. Shu yerda xulosa qilib ketaylik. Shunda limit x intilganda 3 ga fx'imiz nima bo'ladi? Yuqoridagi ko'rgan vizual grafiklarga nisbatan aytadigan bo'lsak, o'ng va chap limitlari bor, lekin ular teng emas. Agar teng bo'lganda bizning limitimiz ikki tomonlama, ya'ni mavjud bo'lib, limitni o'zi mavjud bo'lardi. Mana bu 3 ga intilganda qiymati mavjud bo'lardi. Lekin bunda ikkalasi ikki xil son chiqib qoldi. Demak, doesn't exist. Tushundingizlar? Bu grafik misolida tasavvur qilish uchun ko'rsatilyapti. Endi mana xuddi shuni endi grafik bilan tasavvur qilib boshlaymiz. Birinchisi, hop, mana shu misolda javob bilan aytamiz. A da nima deyapti? Grafik berilgan. Limit fx x intilganda -2 ga qayerdan? Chapdan.
demak -2 mana bu nuqta, -2 ga chapdan intiltiramiz. Demak mana bu yoqdan ikkilarimiz nechiga qarab ketyapti? 1 ga. Demak bu 1 ga teng ekan. Endi B-sida minus limit fx x intilganda 2 ga o'ngdan. Ana endi 2 ga o'ngdan intiltiramiz. Mana bunday kelyapti. Mana bu yerda nechiga kelyapti? -2 ga kelyaptimi? -2 ga kelyapti. Limit kelyapti. Aynan bizga 2 dagi -2 dagi qiymat kerak emas. Bu intilish limit-ku. Demak -2 chiqar ekan. Endi 3-si. Ana endi bu yerga e'tibor bersalaringiz, mana bu yerda hech qanday plus minus yo'q. Bu degani ikkala tomondan intilganda, ya'ni limit o'zini so'ragan bo'ladi. Limit o'zini so'ragan bo'lsa, yana yuqoridagi savolga o'xshash bo'lib qoldi. Limit nima bo'ladi? Chap limiti 1, o'ng limiti -2 chiqib qoldimi? Demak bu yerda o'zini limiti doesn't exist. Xo'p. D-siga o'tamiz. 1 ga intilgandagi fx ni limitini so'rayapti. Bunda o'ng chap emas ekan. Limit o'zini so'rayapti degani. Demak 1 ga intilyapti. Bir qaysi? Bir nuqta mana ekan. Men bilan o'chirib tashlay endi. Yo'q, men qiziqmayapman. Bir nuqta mana bu. Bir nuqta bo'yicha qayerga endi limitni o'zini o'ng chapni ikkala tomondan intiltiramiz. Mana chap tomondan keldi. -2 ga to'g'ri keldi. O'ng tomondan kelganda ham baribir -2 ga to'g'ri keldi. Adashib ketdim. Bir nuqta boshqacha aytaylik-ku. Men 0 nuqtaga qarab qo'yibman. Bir nuqta mana. Xo'p, bir nuqtaga o'ng va chapdan intiltiramiz. Demak, men chapdan intiltirsam, nechiga keldi? 1 ga keldi. O'ngdan intiltirsam ham nechiga keldi? 1 ga keldi. Demak, ikkalasi ham 1 ga kelgan bo'lsa, limit o'zi nimaga teng? Yana 1 ga teng. Bo'ldi. Ana endi mana Y-sida 0 ga intiltirilgan ekanda. 0 nuqta mana bu yerda 0 nuqtaga bunda ham o'ng chap demagan, demak ikkala tomondan ham intiltiradigan bo'lsak, mana chapdan intiltiraman, nechaga keldi? -2 ga, o'ngdan intiltirsam ham -2 ga va funksiya o'sha nuqtada qiymati ham -2 ga teng. Demak, baribir limiti -2 bo'lib qolaveradi. Mana bu D-sida esa 1 chiqdi. Unda funksiyaning o'zining qiymati ahamiyatga ega emas edi, chunki ikkala tomondagi limitlari, o'ng va chap limitlari baribir 1 chiqqandi. Ana endi f ga qaraymiz. Hop, f ga keyin sizlarga bir tavsiya. Mana bu misollarni ma'ruza payti yechib berayotgan vaqtimda pauzaga qo'yib, mendan oldin o'zlari ishlab ko'rib, keyin davom ettirsalaringiz menimcha foydaliroq bo'ladi deb o'ylayman. Menimcha bu narsani o'zlaringiz ham avvalroq xayollaringizga kelgan bo'lishi mumkin. Agar kelmagan bo'lsa aytib qo'ying. Hop. F ga qaraymiz. Limit 3 ga chapdan intilyapti ekan. Avval 3 topaman, mana 3 va u chapdan intilyapti ekanmi? Chapdan kelsa mana bunaqasiga kelyapti. Hop. Va nechiga teng bo'lyapti? 0 ga. Bo'ldi. Oson. Keyingisi G-si. Bunda o'ng chap emas, -1 ni o'ziga intilyapti ekan. -1 ni o'zini topib olayapman. Mana -1 ni o'zi bu yoqda. Buni boshqacha qilamiz. Mana -1 ni o'zi bu yoqda. Demak -1 ga chapdan kelsa 3 ga -3 ga intilyapti ekan. O'ngdan kelsa ham baribir -3 ga intilyapti ekan. Demak, buni qiymati -3. Endi h mayli, qo'y hammasini ko'rib qo'ying endi. H da -3 ga intilyapti ekan. -3 ga bu -3 ga chapdan intiltirganda, endi ikkala tomondan intiltiramiz. Chapdan intiltirsam yana 0 ga, o'ngdan intiltirsam ham baribir 0 ga. Demak, limitni o'zi ham 0 ga teng ekan. Funksiyaning o'zi o'sha qiymati ham 0 ga teng. O'sha nuqtadagi qiymati ham 0 ga teng. Xo'p, endi i-siga o'tamiz, i ga o'tamiz, ya'ni f da -2 da qiymati. Bunda hech qanday limit yo'q. Shunchaki -2 da qiymatini so'rayapti. -2 da qiymati bizda mana bu teshik bo'lgani uchun mana bu qiymatni olamiz, 1 ga teng. G-sida esa f da 1 da qiymati, bu teshik bo'lgani uchun -2 ni olamiz. Bo'ldi. Mana shu 3-misolda yana bir yaxshilab tahlil qilib tushunib olgan bo'lsangiz, deyarli tasavvur qila oldingiz deb o'ylayman. Xo'p, keyingisi limit qachon mavjud bo'lmasligini ana endi xulosa qilsak bo'ladi. Birinchisida qachon mavjud bo'lmaydi? If the left and right side limits are different. Ya'ni bizda o'ng va chap limitlar bor, lekin ular nima bo'lsin? Different, farqli bo'lsa, nima ekan? O'sha nuqtadagi limitni o'zi doesn't exist. Bu birinchi shart edi. Ana endi ikkinchi sharti unbounded behavior, ya'ni o'zini chegarasiz tutadi, chegaralanmagan, infinite, cheksiz ketadi.
yo bo'lmasa aytadigan bo'lsak voy vertikal asimtota. Masalan, grafik. Mana bu yerda grafik chizmagan ekan. Mana grafik bor. Bizda ko'rgan bo'lsangiz, mana bunday grafiklar bor. Mana bu asimtotasi unga cheksiz boradida, lekin tegmaydi. Bu tomondan ham cheksiz boradida, bu tomondan ham cheksiz boradida tegmaydi. Demak, mana shu funksiyani biza 4 nuqtadagi mana limit x intilganda 4 ga qanaqadir fx funksiya bu grafika ko'rsatib qo'yibdi. Mana shu holatda shu grafikga qarab ayta olamanki, 4 nuqtada uning limiti nima mavjud emas. Doesn't exist. Ya'ni u nima o'zini qanday tutyapti? Chegaralanmagan ko'rinishda cheksiz ketib qolyapti. Tushundingizlar? Bunaqa bamida ham bo'lishi mumkin. Bittasi bu yoqqa ketadi, bittasi bu yoqqa hamda ketadi. Hamda ketadigan versiyalar ham bor. Ko'rgansizlar. Agar ko'rmagan bo'lsangiz, keyinchalik yana ko'ramiz, lekin bilib qo'yishingiz kerak, mana shunaqa chegaralanmagan holatda ham limit mavjud bo'lmay qoladi. Xo'p, 3-holatimiz bor. Nima degan? Oscillating shunaqa behavior, ya'ni o'zini qanaqa tutar ekan? Mana bu tebranish degan adashmasam. Tebranuvchan harakat qiladi. O'sha holatda x ta qiymatida funksiya tebranuvchan harakat qiladi. Hozir buni chizib ko'rsataman. Xo'p. Tebranuvchan harakat qiladi. Masalan, mayli 1 nuqtani mayli 0 nuqta olaman. X o'rniga 0 nuqta olaman. Mana shu 0 nuqtani atrofida funksiya kelyapti-da, mana tebranib ketyapti. Mana tebranib qoldi. 0 ga yaqinlashmadi, tebranib qoldi. Bu yoqdan ham kelyapti-da, tebranib qoldi. Cheksiz marta tebranib qoldi. Demak, mana men ayta olaman, limit x 0 ga intilganda mana shu qanaqadir fx funksiya limiti nima? Doesn't exist. Bunaqa funksiyalar bor. Masalan, mana bu narsani hozir nima bo'layotganini tasavvur qilyapsizlar chizma bilan. Hozir mana bu funksiya qayerda bor deb o'ylaysiz? Menimcha mana bu funksiyani grafiki shunaqa edi. Sinus 1 x edi. Ya'ni limit sinus 1 x 0 ga intilganda doesn't exist bo'lishi kerak. Hozirgi 3-holatimizga tushadi. Buni 3-holatimizga tushishini hozir sizga ko'rsatib berishim mumkin. Ko'ramiz agar. Uni qanday ko'ramiz? Xo'p. Grafikini demak, ko'rganlaringizda mana sinus 1 x da 0 nuqtadagi nima deydi? O'zini tutishi nima bo'lib qoldi? Tebranib qoldi. 0 ga tega olmaydi, sezgan bo'lsangiz, chunki mahraj-ku 0 ga 0 qo'yish mumkin emas. Demak, tasavvur qila olgan bo'lsalaringiz, bo'ldi. Mana shu narsa bizda nima bo'ldi? 3-holatimizga tushdi. Ya'ni tebranib qoladigan holatda limit mavjud emas. Bo'ldi. Ana endi 4-misolga o'tamiz. Tasavvur qila oldingizlar, 3 ta holatda mavjud bo'lmay qolishi mumkin. Xo'p, 4-inchisi uchun nima sketch the graph of function g that satisfies all condition. Chizmasini chizing deyapti. Mana shu 4 ta holatni qanoatlantiruvchi grafikda. Xo'p. Buning uchun men buni o'chirib turaman. Buni o'chirib tursam, mayli o'chirmaydi, buni ko'chirib qo'yamiz. Ko'chiramiz. Deb paskan. Mayli. Mana bergan. Mana shu yerga ko'chirib qo'yamiz. Mana. Bo'ldi. Endi bizda birinchi holatda a variant nima deyapti? G ning 3 ta qiymati -1 ga teng. Demak, 3 ta qiymati -1 mana. Mana bu nuqtadan funksiya kesib o'tadi deyapti. To'g'ri. B sini ko'ramiz. Limit 3 ga intilganda 4 ga teng deyapti. Demak, 3 tagi qiymati -1 ga teng ekan, lekin 3 ga intiltirsa 4. Demak, mana bu nuqta teshik. Mana shu teshik, lekin teshikka nima bo'lyapti? Limiti 3 ga intilganda 4 ga teng-ku. Demak, mana shu teshikka ikki tomon intilyapti. U qanday intilayotgan bo'lishi mumkin? Yoki mana bunday bo'lishi mumkin, yo'qsa boshqacha bo'lishi mumkin. Xolos, mana shu tomonga intilyapti ikkalasi ham. Bo'ldi. Ana endi C-sini ko'ramiz. C-sida -2 ga o'ng tomondan intilayotgan ekan. -2 mana bu nuqta. -2 ga o'ng tomondan intilganda 1 qiymat ekan. Demak, 1 qiymat mana bu nuqta. 1 qiymat chiqyapti ekan. Va u qayerdan intilyapti ekan? -2 ga o'ngdan. Demak, mana bunday intilyapti menimcha. O'ng bo'lsa bu tomon-ku. Mana bunday intilayotgan bo'lsa kerak. Mana shunday intilyapti. Xo'p, endi D-si. G is increasing on -2 dan 3. -2 bilan 3 orasida u nima ekan? O'suvchi ekan. Demak, sezgan bo'lsalaringiz, mana bu ikkalasi tutashadi. Qanday tutashadi? O'suvchi grafik bo'lib tutashadi.
Endi uni o'suvchi grafik bo'lib tutashtirish qanday tutashtiramiz? Yoki mana bunday tutashadi, yoki mana bunday tutashadi. Farqi yo'q, ikkalasi ham o'suvchi-ku. Ikkovidan bittasi bo'lib turibdi. Xo'p. D-sir ketdi. Endi Y-sida nima deyapti? Limit gx limit -2dagi chap limiti o'ng limitidan katta deyapti. Demak, -2dagi nuqtada biz nimani bildik? O'ng limiti 1 ga tengligini bilamiz-ku. Mana bu 1 ga teng-ku. Demak, nima ekan? Chap limiti 1 dan katta ekan. Demak, u 1 dan katta qanaqadir mana bu yerda qiymat. Va u 1 ga teng emas. Demak, u mana bunday katta bitta qandaydir qiymat. Va u nima qilgan? Xo'p. Mayli o'ssin yoki kamaysin. Xullas, mana shu yerdan intilyapti. Bo'ldi. Mana bu orchasini o'chirib tashlaymiz. Mana buni ham bittasini tanlab qo'yay yaxshisi. Demak, grafikimiz taxminan mana shundayroq ekan. Mana shunday ketaversin. Farqi yo'q. Tushundingizlar? Bu aynan grafikda 0 chizing demagan, shunchaki shular bilan shablonni chizib bering degan, shu shartlarni bajaruvchi shablonni chizing degan. Demak, shularni chizdik. Tushundingizlar? Xo'p, 5-chisi. 5-chisida nima debdi? To'g'ri, true false degan. Demak, hammasini javoblab berilgan. Men bunga grafikka qarab qo'yib chiqish kerak. Buni o'zlaringiz bir to'xtatib turib, bajarib tashlasanglar, men javobni aytib chiqaman. Xo'p, unda boshladik masalan. Birinchisida -1dagi o'ng limiti, -1dagi o'ng limiti 1 ga teng deyapti. Bu to'g'ri. 2dagi limitni o'zi 2 ga teng deyapti. 2 da chapdan ham o'ngdan ham intilsa, baribir 2 ga teng bo'lyapti. Demak, bu to'g'ri. Uchinchisi S, ya'ni -1dagi chap limiti 1 ga teng. Bu ham to'g'ri. Ko'rinib turibdi. D-sida 1dagi o'ng limiti 2 ga teng. 1 ga o'ng tomondan intilsa, mana bu narsa. Mana bu yoqdan keladi. Bu 2 ga teng. Bu ham to'g'ri. Y-si 1dagi limit o'zi mana qaraysiz. Bu yerda chapdan kelsa 1 ga teng bo'lyapti, o'ngdan kelsa 2 ga teng. Demak, doesn't exist. Mana to'g'ri. To'g'ri. F endi limit chap limiti bilan o'ng limit 0dagi o'ng chap limitlar teng deyapti. 0 mana bu. Qaraymiz. Bu yerdan chapdan kelsa 0 ga intilyapti, o'ngdan kelsa ham baribir 0 ga intilyapti. Demak, ikkalasi ham nimaga teng ekan? 0 ga teng va ikkalasi 1 ga teng. Bu ham to'g'ri. G-sini ko'ramiz. Fx 2dagi limiti mavjud emas. 2dagi limiti mavjud emas. Nega? 2da chapdan intilsa 2 ga teng, o'ngdan intilsa 2 ga teng, lekin o'sha nuqtadagi nuqtaning o'zi nima bo'lib qolgan? Mavjud bo'lmay qolgan, teshilib qolgan. Demak, doesn't exist. Bo'ldi. Xo'p. Keyingisi bo'ldi. Bu yoqqa vazifaga qoladi. Demak, ma'ruza qismi, ya'ni ma'ruza ham qanday bo'ldi? Limitni batafsil ko'rmadik, shunchaki grafik holatda tasavvur qilishni o'rgandik deb o'ylayman. Keyingi ma'ruzada buni tenglamalar ko'rinishini o'rganamiz. Savollar bo'lsa bersangiz bo'ladi.